Menga gapingiz yo'qmi? Bor. Gapiring. Yangi O'zbekiston bog'ida yangi yil uchun eng katta shou dasturlari 1-yanvar kuni Dilnoz Hakimova, 2-yanvar kuni Tohir Sodiqov 18:00 da shou dasturi bo'lib o'tadi. Rostdan! Eng asosiysi kirish mutlaqo bepul. Bundan tashqari bu yerda siz 5 xil mamlakat, yangi yilni va Qorboboni ko'rishingiz va ajoyib rasmlarga tushishingiz mumkin. Maktab o'quvchilari hamda 6 kishi va undan ortiq kelgan oilalariga 10 ming so'mlik aksiya ham mavjud. Karnaval o'yinlari, attraksionlar, batut bolalar maydonchasi, tandem, velosipedlar, poyezd, avtobus va katamaranlarda soat 10 dan 16:00 gacha bir kishi uchun 10 ming so'mdan foydalansa bo'ladi. Aksiya bayram kunlari va dam olish kunlari amal qilmaydi. Новый год уж на пороге, пожелаю я немного от души хочу сказать счастья всем ядрёным мать. Yangi yilingizni sinfdoshlaringiz bilan, Do'stlaringiz va oilangiz. xullas hamma bilan birgalikda yangi O'zbekiston bog'ida kutib oling.